Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bu kod noyabr oyi uchun pul chaqirish kodi hisoblanadi. Sizga juda ham pul zarur vaqti kunning xohlagan qismida xohlagan marotaba takrorlashingiz mumkin. Ya'ni belgilanmagan 100 marta ayting, 200 marta ayting deyilmagan. Raqamlarni donalab takrorlaysiz. Ya'ni 1 3 4 0 5 7 6 1 3 4 0 5 7 6 deb takrorlaysiz. Sizga kerakli summani, aniq summani aytib takrorlasangiz ham bo'ladi. Misol uchun, qanaqadir rejangiz bor va o'sha rejangiz uchun kerakli summa aniq bo'lsa, menga 1.555.000 so'm 1340576 shu tarzda takrorlaysiz. Xohlasangiz har kuni takrorlab yursangiz ham bo'ladi. Aynan noyabr oyi uchun pul chaqirish kodi hisoblanadi. Bundan ham ko'p qiziqarli ma'lumotlar aynan pul bo'yicha, pul yo'llaringizga qaratilgan, pul kelish manbalaringizni kengaytirishga qaratilgan darsliklarga ega bo'lishni xohlasangiz, bizni Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Telegram kanalimiz linki esa opisaniyada qoldirilgan. Agarda siz linkini topa olmasangiz, direkt orqali plus belgisini qoldirsangiz, biz sizga Telegram linkini yuboramiz. Sarflagan pullaringiz o'zingizga 10 barobar bo'lib qaytib kelishini xohlasangiz, albatta buni har doim chek olganingizda bajarib qo'yishni unutmang. Cheklaringizni yig'asiz. Misol bir kunlik, bir haftalik ahamiyati yoki sarflaganingizdan, magazindan, do'kondan xaridni amalga oshirganingizdan chekni uyga olib kelganingizdan shunday deb yozasiz. To'lov uchun minnatdorman. Lahza ichida 10 barobar bo'lib qaytib kelishi oson. 5 marotaba oson deb yozasiz. Ishga tushirilsin. Ha, shunday bo'lsin, ilohim shunday bo'lsin. 27 ga 108 marta. Hamma cheklaringizga shunaqa deb yozib chiqasiz va bu cheklarni hammasini yoqishdan avval minnatdorman va baxtliman to'lov uchun 10 barobar bo'lib qaytib kelsin deysiz. Azizlarim, bundan ham ko'p amaliyotlar bizning Telegram kanalimizda mavjud. Telegram kanalimizning linkini esa opissaniyadan topishingiz mumkin. Pullaringizni ko'paytirishni xohlaysizmi? Unda ushbu Semaron amaliyotini hoziroq bajaring. Xohlagan pul kupyurangizni olasiz va magnitni xuddi shunday qo'yasiz va shunday deysiz. Jilmaygan holatda, pozitiv holatda, ya'ni yuqori kayfiyat bilan, xuddi yosh bola bir qiziq o'yin o'ynayotgandek o'zingizni tutasiz. Hech qanaqa natija kutmaysiz. Demak, magnit o'ziga magnitni tortgani kabi $100 ham o'ziga yana 10 ta $100 oson tortadi. Ha shunday bo'lsin, ha shunday bo'lsin, ha shunday bo'lsin. 27 ga 108 marta va bu pulingizni magnit bilan birgalikda hamyoningizga 7 kun saqlaysiz. 7 kundan keyin bemalol sarflashingiz mumkin. Amaliyot bajarilindi, borliqqa maqsadingiz yuborilindi. Assalomu alaykum, Dilnavoz ustoz. Sog'liklaringiz yaxshimi? Eson-omon yuribmisiz? Ustozim, zo'r natija. Men 43 yoshimdaman. Fotika surasi texnikasini qilganimda bir ro'yxat tuzdimda Toshkentga kelish orzu maqsadim bor edi. Toshkentga borishim uchun mablag' so'rab Xudoyimdan, avvalambor Xudoyim, ro'yxat tuzdim, shu yerdan olishim kerak deb. Allohga behisob shukr. Minnatdorman. Siz ham rahmat ustoz, shu texnikani o'rgatganingiz uchun. Shu ro'yxatdagi hamma narsaga yetarli pul keldi, nedan keldi bilmayman. G'oyibindan keldi. Xudoyim berdi. Toshkentga kelish uchun ham mablag' yetarli bo'lib qoldi. Xudoyimga shukr. Hozir piramidadamiz, yana hozir gazeldan tushdik. Yana o'qishga keldik. O'qishga kelishim uchun ham mablag' topa olmay turardim. 3 safar yo'lda qolib ketib turardim. Xudoyimga shukr, behisob shukr. Har bir olib turgan nafasimga shukr. Boringizga shukr ustozonim. Rahmat, ming rahmat. Sizni sababchi qilgan Allohimdan behisob shukrlarim bo'lsin. Minnatdorman Allohimdan. Nurlilarim, pul texnikasi ajoyib, bittaga bitta ishlaydigan. Siz ishonasizmi, yo'qmi? Albatta bajarib ko'ring. Ishonmaydigan insonlarda ham ishlab beradi albatta. Kichik maqsadingizdan boshlashingizni tavsiya beraman. Agar birinchi marotaba Semaron qilayotgan bo'lsangiz, katta maqsadlar uy olish, mashina olish uchun ham bajarsangiz bo'ladi. Bu yerga sizga kerakli summani yozasiz. Xohlang so'm ko'rinishida, xohlang dollar, yevro, rubl ko'rinishida. Ahamiyatsiz. Ikkinchi, mana bu yerga niyatingiz, maqsadingizni yozasiz. Men $15,000 qabul qildim deb yozasiz. Keyingisiga natija plastik kartamga kelib tushdi yoki naqd pul ko'rinishida qo'limga kelib tushdi. Keyingisi his tuyg'u, o'sha pullar kelib tushganda siz o'zingizni qanday his qilasiz? O'sha his tuyg'ularingizni yozasiz. Xursandman, juda baxtliman va minnatdorman. Keyingi punkt minnatdorchilik. Buni har kuni ertalab va kechqurun 10 marotaba bir stakan tirik suvga o'qiysiz. Minnatdorman va juda ham baxtliman. Menga $15,000 plastik kartamga osonlik bilan kelib tushayotganligidan shu so'zni 10 marta o'qiysiz va stakandagi suvni ichasiz. Keyingisi yo'l, bu yerga 1 dan 10 gacha raqam qo'yasiz. Qaysi yo'llar bilan keladi o'sha pullar sizga? Misol sovg'a ko'rinishida, ishxonangizda
mukofot puli ko'rinishida lotereyadan yutishingiz mumkin. Lotereyadan yutdim, mukofot puli sovg'a qildi va oxirgi punktiga va boshqa yo'llar bilan deb yozasiz. Bu amaliyotni har kuni 21 yoki 41 kun davomida uzluksiz bajarasiz yoki niyatingiz amalga oshguncha. Shuning uchun kichik maqsadingizdan boshlang. Agar siz birinchi marta semaron qilayotgan bo'lsangiz, bundan ham ko'p amaliyotlarimiz bizni Telegram